Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi videomizda ya'ni sarmoyasiz $100 ishlab yutib olib, ya'ni yechib olgan botimiz haqida bo'ladi. Bu botda har kuni har xil o'yinlarga katta pullar qo'yib o'ynalyapti. Ya'ni bu sarmoyasiz, balt degan solinmaydi, bir so'm kiritilmaydi. Faqat bunda o'ynab shu vazifani to'g'ri bajarib yutish kerak. Hozir shuni men tushuntirib o'taman. Mana botimizga kirganimizda, birinchi o'rinda kirgan paytingizda levelingiz past bo'ladi. Ya'ni hozir mana menda 4-leveldaman. Mana bu "Друзья" degan joyni bosasizlar. Bosib turib, xuddi shunday joy chiqadi. Mana "Пригласить через Telegram". Buni bossanglar, masalan, Telegram orqali o'rtoqlaringizga mana Telegramga qaytarib olib kiryapti. Kimga jo'natmoqchi bo'lsangiz, o'sha tanishlaringizga jo'natasizlar. Ya'ni taklif qilasizlar, o'ynang deb o'rgatasizlar. Bo'lmasa, mana shu men chiqargan videoni tashlasanglar ham bo'ladi. Keyin qaytib kirib turib, jo'natganlaringizdan keyin mana mayda inventar degan joy turibdi. Xuddi shu joyni bossanglar, mana shu yerda sizlarda korobkachalar chiqadi. Ya'ni kichkina korobkalar bo'ladi. O'sha korobkalarni ochasizlar. Ya'ni bundaqa mana kichkina ko'k ko'rinishda bo'ladi, mahandicha bo'ladi. Ochib, o'sha korobkalarni levellaringni ko'tarasizlar. Mana hozir menda bitta korobka bor ekan, hozir ochib ko'rsataman mana. Hozir mana inventarni bosdim. Mana xuddi shunaqa korobkachalar beradi, kimgadir chipta beradi, ya'ni $100lik chipta, uni o'yinda yutib olishingiz uchun. Bunaqa korobka bo'lsa, agar bu levelni ko'tarish uchun buni levelingizni ko'tarasiz. Ya'ni hamma o'yinlar ochib beradi. Mana ustiga bosasizlar, keyin buni ham bosasizlar. Mana shunaqa bo'lib turib, hozir mana ochiladi. Mana 15 point berdi, levelim 15 pointga ko'tarildi. Zabratni bosasizlar, mana balansingizga, levelingizga qo'shiladi. Xo'p, mana men hozir bu yerda bossanglar, mana levellaringni ko'rsatadi. O'zi jicha qolibdi 5-levelga o'tishimga. Xo'p, endi o'yiniga kelsak, mana bu uchani bossanglar, o'yinlar chiqadi. Ya'ni ochilgan o'yinlarning vaqti, ya'ni qachon tugashi bu. Mana 1 soat u 55 minutdan keyin o'yin tugaydi. Kim birinchi o'rinni olsa, ya'ni katta bonusni yutsa o'yinda kirib, shu $30 oladi. Bu yerda mana "Подробный" degan joyini bossanglar, keyin buni plusni bosasizlar, vazifasi yozilgan. Mana xuddi shu vazifani hozir men tushuntirib beraman. Mana hamma uchastniklar uchun deyilgan 70,000 funt tokeni beriladi balansiga degan bepul. O'sha funt tokenga покупать bonusi игрani 25,000 dan sotib olishingiz kerak ekan bonusni. Hamma o'yinda shunaqa o'zini mana shu joyda, mana "Правила turnir" degan joyda plusni bossanglar, vazifasini yozib qo'ygan. Mana hozir kimdir kirib o'ynabdi, mana shu odam mana $40 egasi bo'lgan. Mana nomi turibdi. O'sha kirasizlarda mana "Igra" degan joyga bosib turib, hozir ko'rsatib o'taman. Hammasida har xil vazifa. Qaysidir o'yinda boshqacha yozilgan. Masalan, 1000 so'mdan qo'yib aylantiring spinni degan. Qaysidir o'yinda bonus sotib oling. Bekorga men vazifasini o'qinglar deganim yo'q. Vazifasini to'g'ri bajarsanglar yutasizlar. U kirib olib turib, u bosavergan bilan unda yutmaysizlar. Faqat to'g'ri bajarish kerak. Ashunda yutuqni beradi. Xo'p, keyin mana kiramiz. Xo'p, bonus sotib olish. Mana покупать. Bizda hozir 5000 ekan. Narxini ko'taramiz biz bu yerdan. 25,000 ga sotib olishimiz kerak. Xo'p, mana 500
500ligini qo'ydim, 25 ming bo'lar ekan o'sha 500lik spin. Endi sotib olasiz mana. Kupit. Mana kupit. Xuddi shunday qilib o'ynaladi. Agarda hozir shunda men katta yutuqni ushlasam, menga beradi o'sha $40. Ko'ramiz. Ya'ni kattaroq bonuslarni ushlashim kerak men. Yigirma bir x berdi. Kattaroq x ushlash kerak iloji boricha. Bu 48x beribdi. Mana tablitsani bossanglar mana ko'rsatadi, mana bu yerda kim birinchi o'rinda olganini ko'rsatadi. Mana shu tablitsa lider degan joyda birinchi o'rinda kim turibdi. Mana men hozir o'ynadim. 24 ming yutganim uchun mana 176-o'rindaman. Agar o'sha kattaroq x tushab, mana shu summani yutsam, agar o'sha sotib olgan spinimda yutsam shu puldan kattarog'ini, agar bu $40 menga beradi. Endi hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan o'yinlarda ham xuddi shunday vazifa. Mana hozir bunisini ham mana tushuntiraman. Mana bu o'yinda ham o'zida mana podrobniy degan joyini bosasizlar, Pravila turnir. Mana bosasizlar. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Xo'p, hamma uchasniklar uchun degan 50 ming funt token berilar ekan. Xohlagancha tikib turib, faqat pulni kattaroq yutishingiz kerak ekan. Xohlagancha tikishingiz mumkin. Spin aylantirasiz faqat. Xohlang 1000 tadan tiking, xohlang 2000 tadan, xohlang 5000 tadan. Faqat shu summaga kattaroq yutishingiz kerak. Ya'ni mana shu buni yutganlarda mana hozir Dima deganlar turibdi ekan, $60 yutibdi. Mana shu qancha 2.370.000 qilibdi. Agar o'sha 50 ming funt tokenni shunchaga aylantiribdi. Demak, bu agar hech kim yutmasa bundan katta pulni. Demak, bu oladi vaqt tugagandan keyin. O'yinda vaqti 2,5 soat ekan. 2,5 soatdan keyin agar hech kim yutmasa, o'sha inson yutadi. Mana shu birinchi o'rinda turgan. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi qancha ko'p kirib o'ynasanglar, levellaring ham shuncha tez ko'tariladi. Pul yechib olish haqida muammo emas. Qaysi birlaring yutadigan bo'lsanglar, menga shunday yozasizlar, men o'zim tushuntirib, menga screenshot tashlasanglar, men bunday qilasiz deb turaman. Pryamoy O'zbekiston kartasiga so'm qilib yechib olaverasizlar. Qo'rqmasdan kirib o'ynaveringlar. O'yin 100% yutuqni beradi, to'lab beradigan nima bot. Yutganlardan keyin o'zlaring keyin ishonch hosil qilasizlar, kirib o'ynab ko'ringlar. Har kuni o'ynaladi bu nimada. Har kuni $30, $40, $100 katta summalargacha o'ynaladi. Mana hozir Monunda ham ketyapti-ki, mana $300lik priz. Kim yutsa $300 tikilgan ekan. Buni ham vazifasi mana yozilgan. Kirasizlar, plusni bosasizlar. 250 ming funt token berilar ekan. Xo'p. 15 ta odamga, ya'ni $20 $300 tarqatilar ekan 15 ta odamga. Shu 250 funt tokenni ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni tikib, hozir mana bir kishi yutibdi xolos $20.
kirib o'ynanglar. Sizlarga ham nasib qilgan bo'lsa o'sha $20 yutib olishinglar mumkin. 300 ming so'm pul bo'ladi salkam. Hali ham kechmas, kirib o'ynanglar. Iloji bo'lsa har kuni bo'sh vaqtlaringda o'ynab turinglar. Botda lineyka videoni ostida bo'ladi. Kim agar xohlasa kirib bemalol videoni oxirigacha ko'rib bo'lganlaridan keyin tushunib bo'lganlaridan keyin kirib bemalol o'ynab yutishlaring mumkin.